Xo'p, videoni o'tkazib yuborishga shoshmanglar, juda manfaatli video bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya beraman. Assalomu alaykum, qaddi baland qadrdonlar. Sizlar bilan yana Varim Technik. Bugungi temamiz dishlamator, kalifiy mahsulotlari. Xo'p, dishlamatorlarimizning turi ko'p bizada. Ko'rib turganingizdek, latunoviy korpus magnitlari juda qulay ishlatishga hamda ham gorizontal, ham vertikal holatda ishlaydi. Kranlari o'zida hozir ko'p joyda dishlamatordan oldin setchatiy filtr qo'yishni ko'pchilik maslahat beryapti. Bunda уже два в одном. Setchatiy filtri ham o'zida qo'yiladi, topiladi. Xo'p, xohlaylar buni gorizontal, xohlaylar vertikal holatda ishlatish bemalol mumkin. O'zidan zapas yana filtri setkasi chiqadi. Kranlar syomniy hammasi. Xo'p, ko'rib turganingizdek, keyingisi xo'p. Buni oddiy varianti, bu ham gorizontal, vertikal bo'ladi. Magnitlarimizni ko'rinish joylashib, magnitni olamiz, kranni ochamiz. Xo'sh. Eng zo'ra deb aytsa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, samoprometnoy cho'tkasi bor, tozalaydi. Magnitni olamiz, kranni ochamiz. Magnitimiz sifati. Hamda ikkitasi birida, ham dishlamator, ham dayrator. Ko'rishinglar mumkin. Buni ko'pchilik kecha videolar ko'rdim, ayrim bir videolarni. Dishlamator обраткада, dayrator podachada bo'lishi kerak deydi. To'g'ri, u gaplar ham, lekin sistema fan coil, agar sistemamizda ko'proq внутропольный konvektor bo'lsa, внутропольный konvektorlarimizni teplobmenniki medniy, unaqa holatlarda biza podachaga qo'yganimiz обязательно yaxshi, ham uni asraydi, ham nasoslarimizni asraydi. Ko'rib turganingizdek, bu ham gorizontalniy, ham vertikalniy bo'ladi. Qulayliklari juda zo'r. Bizada hozirgi kunda eng populyar bo'lib kelayotgan mahsulotimiz gidrostrelkamiz, Septor deb ataladi bizada. Uchtasi birida, ham gidrostrelka, ham dayrator, ham dishlamator magnitniy. Buni ko'rib turganingizdek, bizada setkalarimiz kompozitniy setka, bu nerjaveyka yo boshqa emas, juda kompozitniy setkamizni effekti yuqori bo'ladi. Bizada hozirgi kunda juda yengillik. Bunga alohida to'xtalib o'tamiz. HVS konturimizga filtr bilan setchatiy filtrimizni yengilligi bor. Bu ikkita filtr bo'yicha alohida ma'lumot beramiz. Bizani kuzatishda davom etinglar.